tadbirkorlar bugun shu tadbirkorlar bilan uchrashuv qilib, shu murojaatlaringizni eshitib, sizlarni o'sha masalalarni hal qilib berish natijasida qo'shimcha doimiy ish o'rni yaratish bo'yicha ishlarni olib borishimiz kerak. O'zimizga mavjud produktlarni sizlarga tanishtirib o'taman. Kimda agar kreditga yoki boshqa masalalar bo'yicha qanaqadir muammolar bo'lsa, takliflar bo'lsa, hammalarni eshitamiz. Ammo birinchi produkt takliflar yo kreditga ehtiyoj bor. Agar imkon bo'lsa 21% bilan 500 million bersangiz ham menda uzun bor. O'sha uzunlik ichida ham ishchi o'rni tashkil qilamiz. O'sha ishchi o'rni tashkil qilib, keyin o'sha uzunga ham nima bo'ladi, keyin boshqa mahsulotlarni ham ichiga ekamiz. Yangi 5-10 tagacha yangi ishchi o'rni yaratib beramiz. Xo'p, mayli, sizga hozir korxonangiz nomi nima? Islom Narzobod fermer xo'jaligi. Islom Narzobod fermer xo'jaligi. Inayat aka, sizga 312 so'm qaror bo'yicha kredit nima taklif qilaman. Endi bunda summasi faqat 300 million so'mgacha 7 yil muddatga beramiz. Bog'dorchilik faoliyati bilan shug'ullanish uchun beramiz. 2 yil imtiyoz davri bor, 21% bilan ajratamiz. Hop, 100 million so'mgacha garovsiz taqdim qilinadi. 100 milliondan oshgan qismiga garov ta'minoti, likvidli mol-mulk taqdim qilishingiz kerak. Endi menda texnika bor. O'zi 3 milliardga desangiz ham garovga qo'yaman. Lekin bitta masala bor. Biz texnikalar 10 yildan oshganda. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, garovsiz sug'urta polisi bilan 100 million so'mgacha beramiz. Garov ta'minoti to'pkunishi 100 million so'm ajratamiz. Yo'q, garov ta'minoti imkoniyati yo'q, lekin sug'urta taklif beraman men. Mayli. Bo'ladi. Mayli. Yana kimda masala bor? Chorvachilik, 100 milliongacha Yo'q, sizga chorvachilik fermer xo'jaligingiz nomi nima? Said Bo'mijon. Said Bo'mijon. Aka, sizga ham taqdim qilamiz. Mayli, hozir aytganimdek 312 so'm qaror asosida 100 million deyapsiz. 100 million so'm garovsiz bersak bo'ladi. Kerak o'sha birlanish hujjatlarini taqdim qilsangiz, sizning ham masalangizni yechib beramiz. Bunga masala yo'q. Yana kimda?